sizni qayerdadir ko'rganman. Siz Qarasevdagi Kemalsiz. Qanaqa Kemal Dilfuza? Kostyum reklamasiga keldi-yu, yarashdimi? Voy, Mardon aka, uncha chiroyli kostyumingiz o'zgarib ketibsiz. Bundan zo'rlari bor ekan, yuring-da. Yuring-chi. Dilfuza bu Salvarini fabrikasidan boshdan oyoq kiyov sarfo mexanika soatlari bilan atigi 1,9 million so'm ekan. Buncha arzon ekan. Buniki yana kiyovlarim deb ketdi. Dilfuzaxon ikkinchi naborim qalay? Va, bunisi birinchidan ham zo'r ekanmi? Qaysi kostyum shimlari bilan? Dilfuza bu Namanganda joylashgan Salvarini fabrikasining premium sifatdagi kostyumchilari. Bunaqangi chiroyli takoy kostyumchilardan bu do'konda yuzlab turlari bor ekan. Qani yana birorta boshqasini kiyib chiqingchi. Dilfuza uchinchi variantim qarang. Bu Bugasoni sport klass kostyumchilari ekan. Cho'zilishini qarang. Bunisi boshqacha ekan. Mardon aka kundalik ishlash uchun zo'r variant ekan. Bu kostyum materiali Turkiya davlatidan olib kelinadi, Namanganda tikilar ekan. Har xillari bor ekan, qaranglar, ranglarni chiroyligini. Dilfuzaxon 4-naborim qalay? O'ta stilli, klassik. Bo'larkan o'shaqa kiyinib yursangiz Mardon aka. Sizga qaysi nabor yoqdi? 1, 2, 3, 4. Menga hammasi yoqdi. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib ketinglar. Xullas, Salvarini do'koniga kelib, xohlagan kiyimlaringni xohlagan stilda topishlaring mumkin. Bundan tashqari do'konda kundalik kiyish uchun yuzlab turdagi kiyimlar bor ekan. Qalay? Do'konni manzili Farg'ona shahar sayilgoh 5 mo'ljal Jonsi chorrahasidan o'tgan do'ng qo'lda. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu videoni nozik dilli insonlarga yuborib qo'yinglar.